Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun biz juda muhim mavzuga to'xtalmoqchimiz. Har kuni bozordan olib keladigan, do'konlarda ko'rib o'tadigan, hatto uyimizda mehmon kutib olayotganda dasturxonga qo'yadigan ba'zi mahsulotlar yuragimiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, balki bilim bermoqchiman. Chunki bilim bu o'zgarishning birinchi qadami. Bizda choy yonida shirinlik, tuzli gazaklar, qovurilgan taomlar juda keng tarqalgan. Bular bizning madaniyatimizning bir qismi. Lekin hamma narsa miqdor va muvozanatda ekanligini unutmasligimiz kerak. Bugun men sizga 3 ta mahsulot toifasi haqida gapirib beraman. Bu mahsulotlar har kuni ishlatilganda, ortiqcha miqdorda iste'mol qilinganda yurak-qon tomir tizimimizga zarar yetkazishi mumkin. O'zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklari keng tarqalgan. Buning sabablari orasida nasl-nasab, tuz ko'p iste'mol qilish, harakatsiz turmush tarzi va ba'zi ovqatlanish odatlari bor. Lekin bu holat umuman o'zgarmaydigan narsa emas. Kichik o'zgarishlar katta farq qilishi mumkin. Siz va oilangiz uchun sog'lom tanlov qilish bu mehringizning ko'rinishi. Birinchi toifa yuqori natriysi bo'lgan qayta ishlangan mahsulotlar. Bular nima? Chipsi, tez tayyorlanadigan nudelslar, sho'r gazaklar, ba'zi tuzlangan va quritilgan mahsulotlar. Bu mahsulotlar ta'mi chuchuk bo'lishi uchun juda ko'p tuz qo'shiladi. Tuz bu aslida natriy va xlor. Natriy organizmimizda suyuqlikni ushlab qoladi. Qonimizda natriy ko'p bo'lsa, qon hajmi ortadi, tomir devorlarga bosim ortadi. Bu yuqori qon bosimiga olib keladi. Yuqori qon bosimi bu jim qotil. Ko'pincha hech qanday alomatlar bo'lmaydi, lekin yillar davomida yurak va tomirlarni zaiflashtirib qo'yadi. Tomir devorlari shikastlanadi, yurak ko'proq ishlab charchaydi. Vaqt o'tishi bilan bu yurak xurujiga, insultga, buyrak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Keling, hayotdan bir misol keltiraylik. Abdurahmon har kuni tushlikda bir paket chipsi yeydi. Kechqurunlari oilasi bilan sho'r yong'oq, tuzli gazaklar yeydi. Hafta oxiri oshxonada instant noodles tayyorlaydi. Tez va oson. U sezmay turib har kuni kerakligidan 2-3 barobar ko'p tuz iste'mol qilmoqda. Bir yil o'tgach, shifokoriga borganida qon bosimi yuqori chiqdi. U hali yosh, lekin yurak allaqachon yuklanayotgan. Odamlar ko'pincha deyishadi, men taomga tuz qo'shmadim, shuning uchun problem yo'q. Lekin aslida kundalik iste'mol qilinadigan tuzning katta qismi tayyor mahsulotlardan keladi. Non, kolbasa, konservalangan mahsulotlar, tayyor souslar, fast food, bularning barchasida yashirin tuz bor. Siz sezmasangiz ham tuz yig'ilib borayotgan. Endi ikkinchi toifa, trans yog' va takror-takror qovurilgan mahsulotlar. Bu qanday narsalar? Sanoat pirojnalari, margarin ko'p qo'shilgan pishiriqlar, ba'zi paketli pechenye va vaflilar, ko'chada takror-takror ishlatiladigan mayda qovurilgan taomlar. Trans yog' tabiiy yog' emas. Bu qattiq margarin yoki sanoat yog'i yaratish uchun kimyoviy yo'l bilan o'zgartirilgan yog'. Trans yog' yurak uchun juda xavfli. U qondagi yomon xolesterinni oshiradi va yaxshi xolesterinni kamaytiradi. Yomon xolesterin bu LDL tomir ichida yig'ilib plakka hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan bu tomir yo'llarini toraytirib qo'yadi. Yurak mushagiga yetarli qon kelmaydi. Natijada stenokardiya, yurak xurujiga xavf ortadi. Bundan tashqari, trans yog' va takror qovurilgan taomlar yallig'lanishni kuchaytiradi. Yallig'lanish bu organizm himoyasi, lekin doimo davom etsa, tomir ichki qatlami shikastlanadi. Bu endoteliy deyiladi. Endoteliy zarar ko'rsa, tomir o'z vazifasini bajara olmaydi, qattiq va tor bo'lib qoladi. Ko'pchilik o'ylaydi, men uyda qovuraman, shuning uchun xavfsiz. Ha, uyda qovurish ko'pincha sanoat mahsulotlaridan yaxshiroq, lekin agar bir xil moyni 10 marta ishlatsangiz yoki juda yuqori haroratda uzoq vaqt qovursangiz, moydagi foydali moddalar buziladi va zaharli birikmalar paydo bo'ladi. Moy qorayib, hidli bo'lsa, bu ishlatishni to'xtatish belgisidir. Uchinchi toifa shakarli ichimliklar va haddan tashqari shirinliklar, shakarli gazli ichimliklar, energetik ichimliklar, shirin quyultirilgan sharbatlar, juda ko'p shakar qo'shilgan choy va qahva, haddan tashqari konfet va shokoladlar. Bu mahsulotlar organizmga tez va katta miqdorda shakar yuboradi. Qondagi shakar keskin ko'tarilganda insulin gormoni faollashadi. Insulin shakarni hujayralarga kiritadi, lekin har kuni shakarli ichimlik ichsangiz, hujayralarga ortiqcha energiya keladi. Hujayra ortiqcha shakarni yo'rg'a aylantiradi. Bu yog' qorin atrofida, ichki organlar atrofida va jigarda to'planadi. Yog'li jigar, katta qorin, vazn ortishi, bularning barchasi yurak uchun qo'shimcha yuk. Bundan tashqari, shakar triglitseridlarni oshiradi.
Triglitseridlar qondagi yog' turi. Yuqori triglitseridlar yurak xavfini oshiradi, ayniqsa agar xolesterin ham yuqori bo'lsa. Ko'p shakar iste'mol qilish vaqt o'tishi bilan qandli diabet xavfini ham oshiradi. Diabetga ega bo'lgan odamlarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfi 2-3 barobar yuqori. Ba'zi odamlar deyishadi, men dietali ichimlik ichaman, unda shakar yo'q. Dietali ichimliklarning hali tadqiqotlari davom etmoqda, lekin ba'zi sun'iy tatlantiruvchilar ham salomatlikka salbiy ta'sir qilishi mumkin, ayniqsa har kuni katta hajmda ichilganda. Eng yaxshi ichimlik oddiy suv. Agar mazali narsani xohlasangiz, bir bo'lak limon yoki yalpiz qo'shib, tabiiy ta'm bering. Keling yana bir misol keltiraylik. Lobar har kuni ishdagi bufetdan gazli shirin ichimlik oladi. Tushlikdan keyin yana bir banka. Kechqurunlari uyda choy ichadigan vaqtda 2-3 qoshiq shakar qo'shadi va yonida pechenye yeydi. Bir oyda u taxminan 4-5 kilogramm shakar iste'mol qilayotgan bo'lishi mumkin. Uning tanasi bilan kurashmoqda, vazni oshmoqda, energiya kamaymoqda, yurak ortiqcha yukni ko'tarmoqda. Endi sizlar deyishingiz mumkin, buning barchasi jirkanchli eshitilmoqda. Unda men nima yesam bo'ladi? Xavotir olmang. Maqsad hammani qo'rqitish yoki sizdan hamma narsani tortib olish emas. Maqsad aqlli, muvozanatli tanlov qilishga yordam berish. Birinchi maslahat: tuzni kamaytiring. Taomga bir chimdim kamroq tuz qo'shing. Agar ilgari 2 chimdim qo'shgan bo'lsangiz, 1 chimdimga tushiring. Tayyor mahsulotlarni olishda etiketni o'qing. Natriy yoki tuz so'zlarini qidiring. Agar bir paketda kunlik me'yorning 20% dan ko'proq natriy bo'lsa, uni kamroq tanlang. Uyda yangi sabzavot, meva, sut mahsulotlari va yaxshi go'sht bilan taom tayyorlang. Bu tabiiy va shirinroq bo'ladi. Ikkinchi maslahat: trans yog'dan qoching. Etiketda qisman gidrogenatsiya qilingan yog' yoki trans yog' degan yozuv bo'lsa, uni qaytarib qo'ying. Margarina asoslangan mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. O'rniga tabiiy sariyog' yoki zaytunga o'simlik yog'ini tanlang. Qovurishni kamaytirib, pishirish, bug'da tayyorlash yoki tandir usulini qo'llang. Agar qovursangiz, moyni tez-tez almashtiring va olov kuchini nazorat qiling. Uchinchi maslahat: shakarni bosqichma-bosqich kamaytiring. Choyga 2 qoshiq qo'shgan bo'lsangiz, 1,5 qoshiqqa, keyin 1 qoshiqqa tushiring. Bir hafta ichida til o'rganib oladi. Gazli ichimliklar o'rniga suv, sodda choy yoki mineralka iching. Agar juda shirin narsa istaydigan bo'lsangiz, 1 bo'lak meva yoki 1 hovuch quritilgan meva yeng. Tabiatning o'zi bergan shirinlik har doim yaxshiroq. To'rtinchi maslahat: etiketni o'qishni o'rganing. Etiket sizga nima yeyotganingizni aytadi. Tarkibida birinchi o'rinda shakar yoki tuz bo'lsa, bu mahsulot asosiy tarkibini ularga ko'rgan. Undan ehtiyot bo'ling. Har doim kamroq tarkibga ega, oddiyroq mahsulotni tanlang. Beshinchi maslahat: porsiyani nazorat qiling. Siz sevimli taomingizdan butunlay voz kechmasligingiz kerak, faqat miqdorni kamaytiring. 1 paket chips o'rniga yarim paket, 2 bo'lak tort o'rniga 1 bo'lak. Bu kichik o'zgarishlar yil davomida katta farq qiladi. 6-maslahat: suv iching va harakatlaning. Suv organizmni tozalaydi, qonni suyultiradi, yurakni yengillashtiradi. Har kuni kamida 6-8 stakan suv ichishga harakat qiling. Harakatlanish bu yurak uchun eng yaxshi mashq. Siz har kuni 1 soat sport zalida bo'lishingiz shart emas. 20-30 daqiqa tez yurish, uyda oddiy mashqlar, mahallangizda bolalar bilan o'ynash yetarli. Yurak mushakining kuchlanishi va mustahkamlanishi kerak. 7-maslahat: mehmondorchilikda donolik bilan harakat qiling. O'zbekistonda mehmon kutish va ovqat taklif qilish bu hurmat, lekin o'zingizni himoya qilishni ham bilib olishingiz kerak. Agar kimdir sizga 3-marta tort taklif qilayotgan bo'lsa, muloyim va mehr bilan rad eting. Rahmat, juda mazali edi, lekin to'q bo'ldim. Keyinroq olsam bo'ladimi? Hech kim sizni majburlamaydi. Agar siz o'zingizga g'amxo'rlik qilsangiz, boshqalar ham buni hurmat qiladi. 8-maslahat: oila bilan birga o'zgaring. Agar siz yolg'iz o'zgarishga harakat qilsangiz, qiyin bo'ladi. Lekin butun oila birga sog'lom ovqatlanishni tanlasa, bu oson va quvonchli bo'ladi. Bolalaringiz ham o'rganadi, sizning sog'lig'ingiz yaxshilanadi, uyda sog'lom muhit bo'ladi. 9-maslahat: birinchi salat odatini boshlang. Dasturxonga o'tirishdan oldin bir lag'an yangi salat tayyorlang. Bodring, pomidor, piyoz, sabzi, tarvuz, mavsum nima bersa. Avval salatni yeng, keyin asosiy taom. Shunday qilsangiz, to'yish tezroq keladi. Ortiqcha ovqat yemaysiz, vitaminlar olasiz. Endi keling, ba'zi noto'g'ri tushunchalarni tuzataylik.
Birinchi xato fikr. Faqat yog'li qizil go'sht yurakka zarar. Yo'q, trans yog', qaynatilgan va qayta ishlangan yog'lar ham, hatto ba'zi o'simlik yog'lari noto'g'ri ishlatilsa ham xavfli. Qizil go'sht o'zidan ham haddan tashqari bo'lsa zarar, lekin asosiy muammo qayta ishlangan sanolat yog'lari. Ikkinchi xato fikr. Qora choy albatta shakar bilan ichiladi. Yo'q, bu odat. Odatlar o'zgaradi. Ilk boshda g'alati tuyulsa ham, bir hafta ichida odatlanasiz. Qora choyning o'ziga xos ta'mi va aromatidan bahramand bo'lasiz. Uchinchi xato fikr. Agar etiketda trans yog' yo'q deb yozilgan bo'lsa, haqiqatdan yo'q demakdir. Afsuski yo'q. Ba'zi mamlakatlarda qoidalar yumshoqroq. Agar bir porsiyada trans yog' juda oz miqdorda bo'lsa, ishlab chiqaruvchi 0 deb yozishi mumkin. Lekin agar siz bir nechta porsiya yesangiz, trans yog' yig'iladi. Shuning uchun tarkibni o'qing, gidrogenatsiya so'zini qidiring. To'rtinchi xato fikr. Faqat keksalar qon bosimidan xavotirlanishi kerak. Yo'q, hozirda yosh odamlarda ham yuqori qon bosimi ko'paymoqda. Sababi noto'g'ri ovqatlanish, stress, kam harakatlanish. Yoshligingizdan ehtiyot bo'lish bu keksalikda salomatlikni kafolatlaydi. Beshinchi xato fikr. Bir marta o'zgarsam, darhol natija bo'lishi kerak. Yo'q, tana o'zgarishga vaqt talab qiladi. Birinchi haftalarda vazn oshmaydi yoki hatto sal ko'tarilishi mumkin. Bu normal, tanangiz moslashmoqda. 2-3 oydan keyin haqiqiy o'zgarishlarni ko'rasiz. Energiya ortadi, nafas osonlashadi, yurak yengilroq ishlaydi. Men sizga aytmoqchimanki, o'zgarish bu tezkor jarayon emas, bu sayohat. Ba'zi kunlar siz mukammal ovqatlanasiz, ba'zi kunlar xatoga yo'l qo'yasiz. Bu oddiy odam uchun tabiiy. O'zingizni ayblash yoki tashlab yuborish kerak emas. Faqat ertaga yana urinib ko'ring. Har bir kichik qadam muhim. Siz bitta gazli ichimlikni suvga almashtirsangiz, bu qadam. Siz taomga bir chimdim kamroq tuz qo'shsangiz, bu qadam. Siz haftada 2 marta yurish qilsangiz, bu qadam. Bu qadamlar yil davomida yuzlab, minglab qadamga aylanadi. Va siz qarasangiz, sog'lig'ingiz sezilarli darajada yaxshilangan bo'ladi. Men sizlarni rag'batlantirishni xohlayman. Sizda kuch var, sizda iroda var, sizda oila var. Ular sizni qo'llab-quvvatlaydi. Siz yolg'iz emassiz. Har bir kichik g'alaba bu bayram. Bir hafta gazli ichimlik ichmaganingiz, bayram qiling. Bir oy yangi salat tayyorlaganingiz, o'zingizni maqtang. Bu muhim. Xulosa qilib aytganda, bugun men sizga 3 ta mahsulot toifasini eslatdim. Birinchisi, yuqori natriysi bo'lgan qayta ishlangan mahsulotlar. Ular qon bosimini oshiradi va yurakni zo'riqtiradi. Ikkinchisi, trans yog' va takror qovurilgan taomlar. Ular xolesterinni buzadi va tomir shikastlanishiga olib keladi. Uchinchisi, shakarli ichimliklar va haddan tashqari shirinliklar. Ular vazn ortishiga, qandli diabetga va yurak yukini oshiradi. Agar sizda qon bosimi, qandli diabet, yuqori xolesterin yoki boshqa surunkali kasalliklar bo'lsa, iltimos, shifokor bilan maslahatlashing. Ular sizga shaxsiy rejani tuzib berishadi. Bu video umumiy ma'lumot berish uchun, u tibbiy maslahatni almashtirmaydi. Men umid qilamanki, bugun siz biror narsa o'rgandingiz. Bilim bu kuch va bu bilimni amalda qo'llash sizning qo'lingizda. Bugun bitta kichik o'zgarish qiling. Faqat bitta va ertaga yana bitta. Vaqt o'tishi bilan siz o'zingizni yaxshiroq his qilasiz. Oilangiz sog'lomroq bo'ladi. Yuragingiz sizga rahmat aytadi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomatlikda va baxtli bo'ling. Eslatma, ushbu video faqat umumiy ma'lumot va ta'lim maqsadlarida tayyorlangan. U tibbiy tashxis, davolash yoki shaxsiy maslahat o'rnini bosmaydi. Har qanday sog'liq muammosi yoki shubha bo'lsa, malakali shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.